Bu kirimimni bekçi qızlar sordunglar. Bek omi bek chiroyli chiqibdi, qana qildingiz deb. Şuna bu videoni yana bir qayta yolladım. Mushu videomni qayta bir qayta ko'rsanglarmi o'rganalaysizlar qilish usulini. Mayli omi girim bo'lsin, mayli tabiiy girim bo'lsin, bek murakkab o'ylamanglar qizlar. Bu girimlarni qilish usulimi unchalik tas emas. Mushundaq girimlarni o'rgangizpa qizlar bo'lib qolsanglar, mening undidorimni qo'shib olib, men bu girim o'rganima deb qo'shsanglar, sizlarni girim o'rganish topimga akirib qo'yman. Penincha bu xalcham 403 deb besib qo'shsanglar bo'ladi. Girim darsim butunlay haqsiz. Mening bu ko'z girimimda faqat 2 xil rang bilan bitirdim. Ko'z girim qilishda omi girim bo'lsin yoki odatdagi girimlar bo'lsin, unda jiq ranglarni ishlatishimizning hojati yo'q. Bu ko'z girimga ishlatgan qapoq yayingmi oralab 29.9 mi? Setvoqis qizlar undilarimni qo'shib setvoqsanglar bo'ladi. Yana girim o'rgangizpa qizlar meni go'njo qo'yib olib, inkas rayoniga men o'rganima deb yozib, undilarimni qo'shib oling. Undidar nomerim, do'yin nomerim shu. Penincha bu xalcham 403 deb bassanglar chiqadi. Mening girim darisim butunlay haqsiz. Siz o'rganmoqchi bo'lgan har qanday girimni o'rganalaysiz. Necha xil qosh sizish, ko'z girimi qilish hammani ayrim tafsiliy so'zlab berman. Do'yinda ko'rib o'rgangan bilan undilarda tafsiliy o'rgangandan ko'p farqi bor. Nurg'un xonim qizlarningki qosh sizish bilan ko'z girim qilishda texnik saviyyaligini bildim. Yo'l ochilgandan keyin mening unchalik jiq vaqtim chiqmasligi mumkin. Shunga fursatni chang tutib o'rganadigan qizlar tezda meni qo'shib oling. Undidarda saqlayman.